Qilgan vrach dokumenti yo'q bo'lgan vrach keldi. Bir oy davomida meni spirt bilan betadinda artist, to'g'rimi? Qanday muolaja qilasiz? Sana bering mana bularga. Ayting menga bo'lmasa ham mana. Davlatdagi nima qilganinglar. Mana ochishga sizning haqqingiz bor, chunki siz meni operatsiya qilgansiz, avtor deb qo'ygansiz. Menda hammasi turibdi. Siz ustozlaringiz qilgan, operatsiyada qatnashgansiz, to'g'rimi? Buni ochishga haqqingiz bormi? Periyaskalasiz qilganmisiz? Hozir ochilmaydi bu. Nimaga? Mani deb yoq klinikaga kelganda kelmanglar, o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultat klinika. Bo'ldi, qo'ydi. Qo'linglaringga chechak chiqsin sanlarni shunaqa qilgan. Qilding, chichib qo'yding ishingga. Bor, olib kelmaysanmi, davolamaysanmi endi oxirigacha uni. Achoklarini qara, shunchalik ham nekroz bo'lib ketadimi? Tushunaman. Shonina, men Jasmindan buni vashib kutmoqdim boro. Qo'yil. Shunaqa katta savobli ishlarni qilyapti, borku. Qancha odamlarga yordam berib, hech kim bilmagan. Assalomu alaykum hammaga birinchidan rahmat, menga duo qilib, meni qo'llab-quvvatlab yozayotganlarga. Men abdominoplastika liposatsiya qildirganman 3-mart kuni. Shu bilan 25 kundan buyon men yotdim. Menda nekroz bo'lib qolgan, operatsiyamni ertasi kuni qora o'sha dog'ni ko'rdim. Bu nima desam, gematoma bu qon talashib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan 25 kun shuni ketishini xohlab, keyin 25 kundan xavotir olib boshqa doktorlarga jo'natsam, bu nekroz srochni qarating deb bir emas 5-6 ta abdominoplastika boshqa vrachlar menga aytdi. Keyin men bularga aytib, janjal qilganimdan keyin mana 5 kun bo'ldi, men apparatni qo'yishdi. Qora joyini olib tashlaylar dedim. Qora joyimni olib tashalgan mana hozir 5-kun olingan. Qo'lni qorin ochilib yotibdi, yog'i bilan mana shu apparat gubka qo'yib qo'yilgan. Shu bitta iltimosim sizlardan, bu medkonsultat klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon не только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmanglar. Meni operatsiya qilgan 2002-yil bolalarning ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar meni operatsiya qilgan, institutda o'qigan, operatsiyaga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyada shu qo'pol qilib aytganda qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni привязка qilgani ham bu yoqqa kelmaydi. Boykot e'lon qilishinglarni so'rayman sizlardan. Hammaga rahmat, boringlarga shukr. Assalomu alaykum Instagram xalqi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Betim yonyapti. Rosa meni doktorlar yomonlayapti o'zi ham. Qassob vrachlar o'tirib olishib meni yomonlab o'tirishibdi shekilli, betim yonyapti. Telefonim o'chib qolgan, endi zaryadkaga qo'lim yetib keldi. Boje moy, boje. Qo'lingdan qo'toqda ish kelmas ekan. Bu doktor, yurgan doktordir, rosa ko'pchilik yozibdi. Bu ginekologiyada ishlaydigan vrach edi bu. Qanday plastik xirurg bo'lib ketdi deb hamma yozib yotibdi. 500 million ishlatgan, 500 ming dollarmi? Ishlatgan man klinikaga unaqa qilmanglar, shov qilmanglar. Bular bitta odamni hayoti bilan o'ynashib qo'ydi. Pizdets. Agar shumiqa ko'tarib mana shunaqa janjal qilib yormaganimizda Halim opani holi tushishi mumkin edi, boshiga ko'koshkani. Problema bo'lardi. Представляете, qorni ochiq, mana shunday yara emas, qorni shiviy ochilib ketgan вообще. Hamma yo'q ko'rinib turibdi ichida. Bir narsaga hayron qolganim, doktor bo'lib turib nekroz nimaligini bilmas ekan. Nekroz birinchi sekund operatsiyadan chiqqan vaqtda qip-qizil bo'lib qoladi. Birinchi sekunddayoq nekrozni tushunsa bo'ladi. Nekrozni ko'rib turib biror narsa qilish mumkin edi, lekin sirazi oldini olsa bo'lardi. Lekin ammo bu kishi qo'yib qo'ygan. Qon to'plab, qon talash bo'lib qopti. Даже doktor bilmas ekan, qon talash nima, nekroz nima. Bilak pizdez, men ko'rib turib bilaman nekrozni. Men transvestit qayerdagi yo'q deb o'ylaysizlar, qayerdagi yo'q deb. Qayerdagi yo'q transvestit ko'rib turib birinchi momentdayoq bilaman. Это nekroz deb men bilaman даже. Hozir endi повреждённый meni boshimdan o'tgan men bilaman. Hozir endi o'sha shiviy o'tgan joy ko'rib turibsizlar, qorayib ketganda, qorayib. U qorayib ketgan joyda gnoy yo'q bo'lsa agar organizmda, hozir qaytadan tozalashib, uni ichini tozalab polностью, chekka ikki tomonda chekkani qirqib,
olib tashlab boshqatdan yopishtirish kerak. Потому что nekroz bor joyda hech qachon qo'sha yopishmaydi, bitmaydi. Faqat nekrozni kesib olib tashlamagancha bitmaydi. Mana живой доказательство. Mana shuni men o'zim kesib olib tashlaganman. Ana gluboko kirib ketaveradi ichkariga chirib. Faqat olib tashlamaguncha u joy yopilmaydi hech qachon. Kokosh operatsiyadan chiqqan payti gaplashganimizda men Kokoshga aytdim. Barakameraga boring, tezroq bitib ketadi. Men bilmagandim nekroz borligini. Bechora o'zi ham nekrozligini bilmagan ekan. Ko'karib qolgan, qon talash bo'lib qolgan, ko'karib qolgan deb mana mol doktor aldab yurgan ekan. Vrach, представляете, vrach kelmabdi, biror marta ko'rgani kelmabdi. Uxlayotdi, endi uyg'otgim kelmabdi, bespokойlik qilgim kelmabdi debdi. Представляете? Что за mol doktorlar, bоже мой. Men o'lib qolsam shu operatsiya qildirmayman O'zbekistonda, o'lib qolsam ham. Qanday bo'ladi, qayerdan bo'ladi? Litsenziya oladi, hayronman. O'rtoqlar Kokosh oldiga keldim. Boya ham promofirda etdim. Yolg'on ma'lumotni bunaqa qilib tarqatmaylar. Telegramdan, Instagramdan mana barchini ham shotdi, Zarina ham shotdi, mana anaqa ham shotdi, mana o'rtog'im ham shotdi. Hamma shotdi. Oshqozon operatsiyasini qildirmagan Kokosh. Abdominoplastika qildirgan va liposaksiya qildirgan. Oshqozon operatsiyasi emas. O'shunda rasmda qo'yiladi. O'sha yo'q, bilib ozgina past qanaqasi qorin qismini bilsa bo'ladi-yu, oshqozon qattaligini, qorin qism qattaligini. yo'q, endi qiymas. Oshqozon deyapti-da. Iltimos sizlardan boshqa anaqa saytdagilar oshqozon deb turib, ataylab unaqa gap so'zlar yozmanglar. Bu abdominoplastika qilingan, liposaksiya qilingan. Xuddi shunaqa narsa. Sizlarga Qarang, bu PR emas. Hech kimning boshiga o'tmasin. Tushmasin ya'ni. Hech kim boshiga tushmasin. Avvalambor, давайте duo qilaylik, bo'ldi. Shu. duoda bo'ling. Hamma faqat PR yomon Yo'q, unaqa narsa yo'q. To'g'ri. Duo qilinglar. Kokosh qo'ydi postiga, hamma gaplarni o'zi qo'ydi, kirib ko'ringlar, uni ham qo'yadi. Rostdan ham hamma joyda, hamma novostida oshqozonini operatsiya qildiribdi deb novostida gapirishyapti. Oshqozonni operatsiya qildirmagan. Kokosh juda ham qo'rqqan. Bitta qanchiq majburlab zo'r bo'ladi, ishonchli, yuring deb aldab olib borgan. Men Halima opadan keyin qo'rqaman bu narsadan. Bular professional vrach. Ko'rmagan deb bo'lib ketasiz. 5 kunda oyoqqa turib yugurib ketasiz deb olib borishgan. Abdominoplastika qilgan, qornini tagini kestirib, lishning ko'jani torttirib, tiktirgan. Oshqozon operatsiya qildirmagan. Qornidagi jirni oldirib, pasini kestirib, lishning ko'jani oldirib tiktirgan. Buni professorlar qilish kerak, mol doktorlar emas. Это очень сложная операция. Men mana yaqinda o'tkazdim shu operatsiyani. Только orqa tomonimda. Девочки, привет! Вы видели последние шоковые новости про блогершу Кокош? Она пошла на операцию, на абдоминопластику, и ей изуродовали живот. В прямом смысле. У нее там некроз начался, врач не досмотрел, вот, и сделал из нее инвалидку. Слава богу, за нее сейчас топит другая блогерша, причем крутая, Жасмин. Блин, дай бог ей здоровья, она вот вообще топит за многих. Почему меня это задевает? Потому что года 4 назад я то же самое делала, такую же операцию, правда, у другого врача. Слава богу, у меня был врач хороший, он действительно крутой. А тут, блин, так страшно, дай бог ей здоровья, конечно. Надеемся, что все наладится. Всем добрый вечер. Надеюсь, что все здоровы. Сегодня с утра ко мне прислали смс о том, как вновь изуродовали очередную девушку, сделав ей абдоминопластику и липосакцию в очередной очень знаменитой клинике. Я, к сожалению, абсолютно не понимаю узбекский язык, тем более так быстро, когда говорят девчата. Но я знаю эту девочку, я видела ее в Инстаграме, я видела, насколько она позитивна и насколько в ней много жизни. У меня только один вопрос. Для боли, которую сейчас она переживает, неважно какой это язык, узбекский или русский, я ни черта не поняла, о чем там речь, но я поняла, что ее изуродовали. И я знаю, что она чувствует, потому что один из первых людей, которая вляпалась в эту ситуацию, мне тоже сделали абдоминопластику, и тоже сделали липосакцию, и тоже я вся гнила заживо не 1 месяц. Спустя 2 месяца этого ада меня резали повторно. Я целый год бегала по судам. Я надеюсь, что Жасмин
который на данный момент защищает эту девочку, она все-таки победит, потому что я проиграла со свистом. Меня просто вышибли отовсюду, хотя я прошла судмед, я прошла все. И на данный момент я осталась абсолютно изуродованной, и мне, кроме вторичной операции, больше ничего не поможет. Дорогие мои девочки, пожалуйста, не делайте эти операции, оставайтесь такими, какие вы есть. Если ваши мужчины вас не воспринимают такими, дошлите вы их на 3 буквы. Я считаю, что давным-давно всем пора соединиться и просто хорошенько снести этих хирургов. Кто такие эти хирурги? Почему они так друг за друга держатся, они друг друга защищают? Все абсолютно органы друг друга защищают. Прокуратура, судмедэксперты, они все покрывают друг друга. Это просто беззаконие и какой-то, я не знаю, мясокомбинат. Я искренне от всего сердца желаю скорейшего выздоровления этой девочки. От всего сердца. Я ее понимаю, как никто другой. Я в этом аду жила год и живу до сих пор, потому что меня не исправили. И я очень надеюсь, что Жасмин, которая на данный момент стала на ее защиту, добьется справедливости. У меня не было такого защитника. Девочки, я вас очень прошу, победите этих уродов. А девонька, которую так прооперировали, простите, я не знаю вашего имени, но я видела ваши ролики. Я искренне от всего сердца желаю вам скорейшего выздоровления. Вот просто скорейшего выздоровления. И если нужно хоть какой-то поддержкой, я могу вас как-то поддержать, помочь, просто пишите, я всегда за. А этих хирургов, я не знаю, их надо просто сжечь. Сжечь и все. Assalomu alaykum qora yurakchalarim, qalaysizlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, qora yurakchalarim. Ko'koshga Allohim shifo bersin, hammamiz duo qilaylik, tezroq tuzalib oyoqqa turib ketsam. Xirurglarga mani gapim bor, ba'zi birlariga qo'sh tirnoq ichidagi xirurglarga qo'lingizdan kelmas ekan nima qilasizlar? Naryoqda bitta odamni joniga ozor berib, qo'lingizdan kelmaydigan narsani so'yib tashlab, u inson u. Qo'lingizdan kelmasa nima qilardinglar operatsiya qilib? Shu darajagacha yetkazib olib borganinglarga men vobshe boru qo'yilib qolib ketdim. Ertaga sizlarni ham bu narsaga javobinglar bor. Kimdir joni bilan, kimdir farzandi bilan to'laydigan joylari bo'ladi. U ham birovni bolasi. Qo'lingizdan kelmasa ekan, sizlar nima qilasizlar bunaqa operatsiya qildirib? Xeyb gaplar juda ham ko'p tarqalyapti. Ko'kosh hech qanaqa oshqozonni operatsiya qildirmagan. Bunaqa xeyblar tarqatib o'zingizlarga bir katta binolar qo'yib olmanglar. Umuman boshqa operatsiya bo'lgan. Birovni joni og'risa-yu, sizlar mamta xeypoviy gaplarni tarqatib oshqozonni operatsiya qildirish kerak emasdi degan gapinglar vashi ortiqcha. Men realni aytaman, hech qanaqa oshqozonni operatsiya qildirmagan. Yolg'on xabarlar tarqatmanglar, xeyplar o'zingizlarga ishlamanglar. Undan ko'ra Allohdan shifo so'raylar Ko'koshga. Xudo xolasa tez orada tuzalib ketadi. Xirurglarga gapim, qo'lingizdan kelmasa operatsiya qilmanglar. Sizlarning joninglar og'rimaydi-da, operatsiya qilgan odamlarning joni og'riydi. Shunchalik o'quvinglar yo'q ekan, nima qilardinglar? Bunaqa so'yib tashlab boru. Mencha Munisdan eshitibchi, Munis telefon qilishi bilan men shokka tushib qoldim. Men realni aytayapman. U odam, u inson. Qassobga o'xshab so'yib tashlabsizlar borku. Вообще borku, realni klinikalarni yopinglar, undan ko'rasiz. Ishlamanglar.